Assalomu alaykum. Mening fermamda ham ilm bilan birga ishlaymiz. Bugun dalada tajriba o'tkazamiz. Ushbu tajribada qushlardan himoyalanishning turli usullarini sinab ko'rmoqchimiz. Bu degani bizda urug'larni himoya qilish usuli bor. Shu tufayli qushlar donlarimizni yeyishni istamasligini yoki ularni tuproqdan kovlab olib yemasligi kutiladi. Ushbu tajriba uchun dalada hamma narsani odatdagidek qilamiz. Yerga ishlov berish, o'gitlash, dori sepish, lekin faqat turli himoya usullarini tekshiramiz. Bu farq qushlardan himoyalanish usullaridir. Keling, ushbu tajriba uchun qo'llanilayotgan texnikani ko'rib chiqaylik. Ko'rib turganingizdek, bizga 2 kishi kerak. Biri haydovchi, ikkinchisi seyalkada ishlovchi. U turli navlarni joylashtirib boradi. Chunki har bir navning o'ziga xos himoya usuli bor. Bu texnika tuproqqa ishlov bermaslik va minimal ishlov berish uchun ham mo'ljallangan. Bu shisha idishlar sorib oladi. Har bir navdan keyin qolgan donlarni sorib oladi. Shuning uchun juda toza bo'ladi. Hech qaysi nav boshqasi bilan aralashib ketmaydi. Bu juda murakkab texnika. Ammo qushlar uchun eng yaxshi himoya qaysi ekanligini aniqlash uchun bu yagona yo'l. Xullas, bugunga shu.